Bitta odam bor ekan, nima muammoga kirib qolsa, nima tashvishi bo'lib qolsa, qo'shnisi bor ekan, ustidan kulaverar ekanda. Hali qo'shnisi bir baxil, bir g'arazli odam ekan, shu kirar ekan, nima problemasi bo'lib qolsa kulaverar ekan. Qo'shni deb, bu ham qo'shnim deb endi ishonib, mammaga problema, mammaga muammo bo'lib qoldi desa, ani ustidan kular ekan. Nima desa, o'zingda ayb, mammaga bo'lgansan, unaqa bo'lgansan, eblonmadingmi, umi, bumi, shunga o'xshash gaplar bilan gapirib, haligi qo'shnisini ustidan kulaverar ekan. Bu bechara ham endi sodda ekan, nima qilishni bilmas ekan, shunga aytsa, u ustidan kulaverar ekanda. Keyin buni boshiga tashvish tushib qolib, bitta o'zi yana muammolarga kirib qolgan. Uyda o'tirsa, baxil qo'shnisi kirib kelibdi. Qarasa, bu qo'shnisi siqilib o'tiribdi. Hozir yana problemasini eshitaman deb ustidan kulaman yana debdi. Kirgan, "Nima qilyapsan?" deb uni yelkasiga urib, baxil qo'shni, "Nima siqilib o'tiribsan? Oldinga bir suv qo'yib qo'yibsan, uni ichish kerak deb buni" deb olib, haligi suvlarini ichib, deb boshqa qilib qarab, "Gapir endi, qani nima siqilyapsan?" desa, bechara qo'shnisi ham aytibdi, dardini aytibdi. "Ertalab kechroq turibman. Nimaga kech uyg'otding? Ishga kech qoldim deb xotinim bilan urushdim. Ishxonaga borsam, ishxonamning direktori menga bunaqa kech keladigan ishchi kerak emas deb ishdan bo'shatib yubordi. Bittagina Matizim bor edi, shunda arendaga olganman, shunda hech bo'lmasa hozir kira qilib turay uyga, pul topaman deb endi shuni o'ylab turdim, arendator telefon qilib qoldi. U yoqqa arendatorning oldiga borsam, buningni hamma qarzlarini yopasan, o'zi 2 oyga qarzga kirib ketgansan, mashinani tashab ketganda, tushgan radar padaring bo'lsa, pulini to'lab qo'ygin deb mashinani tortib oldi. Keyin siqilib ketganimdan ko'chaga chiqib, bir sigaret chakib, endi bir qilaman deb siqilib sigaret chakaman deb o'tdim. Bu yoqdan jamoat tartibini saqlash xodimlari kelib qolib, "Siz jamoat joyida sigaret chakyapsiz, mumkin emas" deb ular shtraf yozib ketishdi. Endi pulim yo'q, boshqa, keyin amallab uyga kelib oldim. Uyga kelsam, xotinim bolalarimni olib ketib qopti. Xat tashab ketibdi, "Men bunaqa erkak bilan yashamayman" deb. Uning ustiga svet ham o'chib qolgan. Gaz ham yo'q. Pulini to'lash kerak. Qarzga kirib ketgan. O'sha payt eshik taqillab qoldi. Eshikni borib ochsam, pochtalyon 5-6 ta xat tashab ketgan. Qarasam, 5-6 marta ko'chada kameraga tushgan ekanman, radarga. Ular ham palon millionlik pul bo'lib ketibdi. Ularni to'lash kerak. O'z cho'mchagimda bir arzimagan pulim qolgan, boshqa pulim yo'q uyda. Uning ustiga xotinim, bolalarimni olib tashab ketdi. Ishimdan ham ayrildim. Haydab turgan mashinamni ham olib qo'yishdi. Uyimda svetim yo'q, gazim yo'q. O'ylab turdim, bu yoqdan suvchi ham kelib qolib, pulni to'lamagan ekansiz deb o'chirib ketdi suvimni ham. Hech narsasiz qoldim. Keyin oxirgi pulimga so'rab-surishtirib bir joydan zahar olib, shu zaharni endi ichaman deb mana shu suvga quyib qo'ydim. Hozir siz shuni olib ichib qo'yingiz debdi. Baxil qo'shnisi endi bu yoqda ustidan kulaman, endi boshqa deb o'tiruvdi-yu. Shuni olib ichib qo'yingiz siz hozir debdi. Baxil qo'shnisi ham nima qilishini bilmasdan, u boshqa deb, keyin bu ham aytibdi, "Mayli, nechivo, siz har doim gapirardingiz-ku menga" deb bu aytgan ekan. Baxil qo'shnisi, "Nima qilganing bu, boshqa bu deb, boshqa deb qilib panikavat qilib, skoriy chaqiraylik, boshqa qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik" degan ekan. Keyin men siqilib o'tirgan odam aytibdi. "Aka, hazillashdim. Zahar emas, oddiy suv edi"
Men unaqa iflos ish qilmayman. Boshimga nima tushgan bo'lsa ham eng og'ir oliy gunoh ishi o'zimni jonimga qasd qilishi bu ishni qilmayman hech qachon. Lekin siz ham bitta narsani bilib qo'ying. Odamlarni muammosini ustidan hech qachon kulmang. Tashqaridan qarab yaxshi bo'lib ketadi. Siqilma deyish ham bir katta gap, lekin uni ustidan kulish, birovni ustidan kulish bu yaxshi ish emas degan ekan. Xulosa o'zingizlardan. Bu shunaqa gaplar TV kanali. Agar kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like bosib qo'yinglar, ko'proq odamga tarqalsa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.